Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugun biz nihoyat ko'p ko'rilgan, lekin biz sal qaraydigan bir masala ustida to'xtalmoqchi. Buning temasini tishingizni g'uchiltamsiz deb tanladik. Uxlaganda tishni g'uchilatish yoki tishni bir-biriga kirishtirib ching tishlab yetish odatda ko'p ko'rildi. Lekin biz uxlayotgan bo'lg'achqa buni bilmay qilishimiz mumkin. Yoki bilsakmi sal qarab qolishimiz mumkin. Әттегәндә, орныңыздан тұрғанда бешіңіз ағырымды? Яки болмаса, yüz muskullaringiz va qo'liqingiz qo'shilib ағырымды? Shundaq bo'lsa, balkim siz uxlayotganda tishingizni g'uchirlatadigan bo'lishingiz mumkin. Uning yana boshqa alomatlari bo'lib, ikki cheka, quloq qo'shilib og'rish, peshonasi og'rish, ba'zida bo'yin og'rish qatorliqlar. Ya'ni yemak chaynaganda tish og'rish, og'izni ichib yopganda inek bo'g'imidan ovoz chiqish yoki bo'lmasa inek bo'g'imi og'rish qatorliqlar bor. Kechida tishini g'uchirlatganlar diqqat qilsa, kunduzdimi o'zi bilmagan holda tishini bir-biriga kirishtirib ching tishlab turadi. Buning sababi bo'lsa, haddidan ziyoda jiddiylashish va yoki biror narsadan andisha qilishdan bo'ladi. Bu rasmda ko'rsatilgan ko'k rangdagi odamning ostinqi inek so'ngki tishini ching tishlab turgan chog'da ustinki inek bilan tuvanki inek bir-biriga taxminan 50 kilogramm yoki bo'lmasa undan yuqori bo'lgan besimni berdi deganlik bo'ldi. Navoda tishni davomli tishlab turgan chog'da bu uzun muddat davomlashsa, o chog'da tishga bo'lgan besim kuchli bo'ladi, ham tishni bir-biriga surkilib o'pirishini, puchunib sunish qatorliq ahvollarga sabab bo'la oladi. Bu rasmda bo'lsa, tishni davomli bir-biriga surkib qolgan bemorning surati ekan. Bu rasmda bo'lsa, tishning tojisi va tishning imon moddasi butunlay buzilgan. Undan sonra balalarda tishini surkaydigan ahvollar ko'rildi. Balalardagi ko'rilish odatda 1 yoshdan boshlab, tishi chiqqandan boshlab odatda boshlanadi. 7 yoshdan tuvan bo'lgan balalarda ham 1 yoshdan yuqori, 7 yoshdan tuvan bo'lgan balalarda bu xil ahvol ko'rilsa, bu tishning va chaynash iqtidorining yetilishiga munosabat bo'lgan bir alomat bo'lib, buningdan ansirashning hojati yo'q. Lekin balalar o tishini bir-biriga surkashdan boshqa yana tishim og'ridi yoki bo'lmasa beshim og'ridi deb rahatsizlik ko'rilsa, o chog'da doktorxonaga olib borib tish doktoriga ko'rsatib beqish kerak bo'ldi. Undan sonra bu tishni bir-biriga surkagandan keyin unda bosh og'rish, rahatsizlik bo'ldi dedik. Undaqda biz tuvanda bu sababdan kelib chiqadigan bosh og'riqi va inek bo'g'im og'riqini pasaytishiga yordam qiladigan hem bu ahvolning davomli ig'irlab ketishining oldini oladigan bir necha ig'iz harakatini ko'rib o'tildi. Bu harakatlarni boshlashda avval boshni tik tutib sangiltib olmay, hem dimjib olmay ko'krakni kerib, o'zini erkin tutgan holatda ishlaymiz. Ishlashning oldida qo'saq muskulini ishlatib cho'nqur nafas ilib hem nafas chiqarib bir necha qatam o'sha harakatni davomlashtirgandan keyin ondan ishlasak yaxshi bo'ldi. Birinchi harakatida ig'izni ichib yumish harakati. Ochgan chog'imizda ig'izimizni eng cho'ng ochganligimizni ichib 6 sekund, ya'ni 1-2-3 deb 6 sanog'ich turgandan keyin ondan yopamiz. Bu harakatni 10 qatam atrofida qilsangiz bo'ldi. Ondan yopgan chog'da, og'zimizni yopgan chog'da diqqat qilish kerak. Ostinqi tish bilan ustungi tish bir-biriga tegmasligi kerak. Ikkinchi harakatda ostinqi inakni o'ng so'l tarafga harakatlantirish. Bunimi o'ngga 5, so'lga 5, 10 sonigacha qilsak, ondan diqqat qilish tegishli ish yana ustungi tish bilan ostinqi tish bir-biriga tegmaydi. Üçüncü harekette olsa ostinqi inakni oldi va keyniga harakatlantirish.
Bunun da mı aldığı 5, keynigi 5, 10 sanığa çıksak, dikkat kıldığın yerine şu astangıç bilen üstüngüç bir-biriga tegmesi gerek. 4-nji hareketde ağzımızı iç hareketi, yani birinci hareketni qılgan alatda, lekin bu çağda kolumuz bilen karşılık gösterimiz ağzımızı içişe. Bunu mu 6 sekund 6 sanığa çıksak buldu. Andın astangı ingekni oң sol qilish hareketini qiyinlik derecesini aşırımız. Navada astangı ingekni sol tarafga qilganchigimizda sol qo'limiz bilan o'ng tarafga ishlab qarshilik ko'rsatamiz. Astangı ingekni o'ng tarafga qilganchigimizda o'ng qo'limiz bilan sol tarafga ishtirib qarshilik ko'rsatamiz. Oxirgisi bo'lsa, ingekni oldi keyniga qiladigan harakatning oldi qilgan harakatida qo'limiz bilan keyniga ishtirib buni qarshilik ko'rsatib qilamiz. Buni 6 sekund 6 sanığa chiqsak bo'ldi. Yuqorqi harakatlarning hammasini kuniga 2-3 qatim qilib bersak, bu yüz muskullarimiz yoki boshlarimiz og'rigan bo'lsa, uningga manfaat qildi. Ham shu kechada uxlashdan burun qilsak, kechada shu tishni qo'chirlatib, ching tishlanishning ozlashiga yoki bo'lsa yaxshilanishiga yordamda bo'ldim. Yuqorqidek hareketlarni qilib bersak, buningga yordam qildi dedik. Navada yordam qilmay davomli shu ig'irlab, tishlar og'rib bo'lsa, doktorxonaga tish doktoriga borsa, tish doktorda buningga og'zimizga o'lchab tishlab yotadigan plastik narsani yasab berdi o'lchab. Buni tishlab yotgan chog'imizda asti-usti tishning bir-biriga undaq jiq besim bo'lishini oldini oldi. Endi bu asosiy jiddiy bir narsadan ansirashdan ham jiddiylikdan bo'ldi dedik. Endi buni jiddiylikni qanday bitirib qilish kerak degan bu to'g'risida keyin boshqa bir video ishlashga to'g'ri keldi. Shunga bugun endi o'sha oddiy harakatlar bilan qanday manfaatlarimiz bu to'g'ri qisqacha so'zladim. Inshaalloh kelarki mazmunlarda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.